2 bob. Ey nomussuz xalq, uyqungni och. Vaqtinglar samondek tozub, belgilengen vaqt yetib kelmasda. Parvardigorning g'azab o'ti yonmasda. Uning qahr g'azab kuni yetib kelmasda. Uyqungni och. Ey Parvardigorning amirlariga kamtarlik bilan quloq solg'uchilar, Parvardigorni izdanglar. Adolatni qo'g'lishib kamtar bo'linglar. Parvardigorning so'roq kunida balkim sizlar Parvardigorning g'azabidan qo'g'dilib qolasizlar. Gaza shahrida hech kim qolmaydi. Ashqalon qaqaslashib ketadi. Ashdodluqlar tushkuchi qo'g'lab chiqariladi. Aqron aholilarimi shahardan yiltizi bilan qo'murib tashlanadi. Ey dengiz bo'yidagi kretlar, holinglarga voy. Ey Kanonda turadigan filistiyaliklar, Parvardigor sizlarga qarshi mundoq deydi. Men sizlarni vayron qilaman, biringlarni qo'ymay yo'q qilaman. Dengiz bo'yidagi joyinglar bayavonga aylanib, faqat molchilarning kapilari bilan qo'y qo'tanlarlar qoladi. Yer zaminlaringlarni aman qolgan Yahuda qabilasidagilar egilaydi. Ular uyalarda qo'y beqib, Ashqalondagi uylarda ketisi yotadi. Parvardigor Xudo ularning holidan xabar elib, ilgiriki paravan hayotini asliga keltirdi. Qudratlik sardor Parvardigor mundoq deydi. Men Moablarning masxiralari ve Ammollarning haqoratlarini angladim. Ular xalqimni masxara qilib, zeminlarini besib oladiganligi haqida jar soldi. Men İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudo, mangu mavjudliqim bilan qasam qilamanki, Moab, jazman Sodomdek, Amonlar, Gomorradek vayron bo'ladi. Ularning yerlerini şor ve çiqir tikkan besib, manguluk çöl bayavonga aylanadi. Aman qolgan xalqim ularni bulang-talang qilib, zeminlarini besib oladi. Moab ve Amonlar takabburlashib, qudratlik sardor Parvardigorning xalqini masxara qilib, haqoratladi. Shuning uchun ular cazasını yeydi. Parvardigor ularni alaqzodi qilib etdi. U dunyodagi saxta ilohlarni yo'qotdi. Ondan dunyodagi har bir xalq o'z tuproqida uningga ibodat qiladi. Parvardigor mundoq deydi. Ey qushlar, sizlarmi urushda o'lasizlar. Parvardigor Shimoldagi Assuriyaga qarshi qo'l ko'tarib, Ninavi shahrini qaqas cho'l bayavonga aylantirib etdi. U yer kala, qo'y va har xil hayvonlarning makoni bo'lib qoladi. Xarobiliklardagi turiklarni u qushlar makon qilib, derazalarida huvlashidi. Qog'lar bo'sug'larda qoqildishidi. İmaratlarning kedir yog'ochlari qo'mirilib ketdi. Bu shaharning oqibati mana mushundoq bo'ladi. Bu shahar, men buyuk shahardurman, mening tangdishim yo'qdir deb maqtanib, o'zini xotirjam his qilishidi. Biroq u qaqaslashib, yovvoyi hayvonlarning makoniga aylanadi. U yerdan o'tgan kashkallar qo'llarini shiltishib, masxara qilishidi.